Sterilizatsiya stomatologiya klinikasida ishlatiladigan asboblarni zararsizlantirish jarayoni hisoblanib, birinchi bosqich dezinfeksiya. Bunda hamshira avvalo o'zini himoya vositalari bilan himoyalagan bo'lishi lozim. So'ngra asboblarni tez eritma tarkibiga qarab 30 daqiqadan 1 soatgacha bo'ktirib qo'yadi va olib oqar suvda chayqaydi. Ikkinchi bosqich sterilizatsiya oldi tozalash deyilib, asboblarni biologik va kimyoviy qoldiqlardan tozalash hisoblanadi. Maxsus eritmalarda belgilangan vaqt davomida saqlanadi, shundan so'ng olib quritilib va artilib maxsus reaktorlar yordamida dezinfeksiya sifatida tekshiriladi. Agar natija salbiy bo'lsa, jarayon qaytariladi. Ijobiy bo'lganda esa chayqab quritiladi va krab paketlarga o'raladi. Uchinchi bosqich sterilizatsiya. Asboblar tashqi va ichki indikatorlar joylanib, avtoklavlarga qo'yiladi. Endi esa avtoklav yuqori harorat va bosim ostida zararli organizmlarni yo'q qiladi. To'rtinchi bosqich sifat nazorati. Bu bosqichda sterilizatsiyadan chiqqan asboblardagi indikatorlar tekshiriladi, rangi kerakli rangga o'zgargan bo'lishi kerak, aks holda jarayon qaytariladi. Beshinchi bosqich steril asboblarni saqlash. Barcha jarayonlarda mukammal o'tkazilgan asboblar maxsus tashqi muhitdan izolyatsiya qilingan shkaflarda ishga tayyor holatda saqlanadi.